Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men hozir 2-oyning 5-kuni, ya'ni bundan 26 yil burun Sharq Turkistondagi 2-qatimliq Sharq Turkiston davlat qurilgan G'ul shahrida yuz bergan G'ulji qirg'inchiligini eslash, Xitoy tajovuzchilarining G'ulji qirg'inchiligida beguna ölüp ketken qarindoshlarimizni yotish maqsadida 2-oyning 5-kuni Amsterdam Dam maydonida o'tkaziladigan namoyishga tayyorlik qilish uchun bir qancha yangi tipdagi loyihalarni loyihalatib bostirdim. Mana ko'rayotganingizdek, mana bu G'ulji qirg'inchilik 26 yillik munosabati bilan loyihalangan loyihalar. Mana loyihalangan loyihalar. Bularni men bostirib, tayyor qilib, mana oldimizda shu apparat va bundan sulya bilan qoplab yakshanba kuni 2-oyning 5-kuni Amsterdam Dam maydonida tushdan keyin soat 3 dan 5gacha elib beriladigan namoyishga tayyorlik qilyapmiz hozir. Bu namoyishni Uyg'urlarni qo'llash tashkiloti bilan Sharq Turkiston tashkilotlar ittifoqi birlikda o'rinlashtirdi. Her qatamliq namoyish qilayotgan vaqtimizda ko'rib turayotganingdek, men har qatamliq namoyishga yangi lozunkalarni, plakatlarni hozirlayman. Nima uchun? Chunki bizniki namoyish qilishimizda asosliq nim maqsad namoyish qildik. Yana qilgan kun namoyishimizniki, bu namoyishimizniki maqsad nima? Nima uchun namoyish qildik? Nima uchun dunyoga biz bugun Uyghur xalqininki Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilarining elib borgan jinoyatni oshkorlayapmiz. Bu to'g'risida uchur bilishimiz shu qatliq namoyishimizniki eng muhim nuqtalardan birisi. Shuning uchun haqiqat namoyish bo'lgan vaqtda meniki shu qatliq namoyishga yetarlik tashviqot materiallarini tayyorlayman. Mana ko'rib turibsizlar, bu qatliq G'ulji qirg'inchilig'iga loyihalangan loyihalarim. Bundan boshqa yo'g'on 7 metrlikdan cho'ng plakatlarga unib chiqamiz. Bu narsalarni men Tibetlarningki faoliyatlaridan, namoyish faoliyatlaridan o'rgandim. Tibetlarningki namoyish faoliyatlari bizga qaragan bir qadar sistemli, tartibli ekan. Bular har qanday namoyish qilgan vaqtida shu qilayotgan namoyishningki nima maqsad qilayotganligi, bu dunyo yaxshi anglatish uchun shu namoyishga markazlashgan tashkilot varaqlarini tayyorlar ekan. Men shu Tibetlardan o'rnaklab buni tayyorladim. Butun dunyodagi Uyg'urlar, ya'ni G'ulji qirg'inchiligiga 26 yilligini eslash, Xitoy tajovuzchilarining G'ulji qirg'inchiligida beguna o'tirib o'tgan necha minglagan Uyg'ur xalqimizniki qinning so'riqini qilish, dunyo Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatni oshkorlash maqsadida 2-oyning 5-kuni dunyo xarakter Uyg'urlar namoyish qilsa, shunga namoyishga borsam, meni qo'llarda bayroq yo'q deb, namoyish bayroq deb qolib qolsam, tashviqot materiallarim yo'q deganda, men bilan aloqa qilishim, mushta G'ulji qirg'inchiligiga aloyid loyihalangan loyihalarni sizga suzuk nusxasini avatib beraman. Buni siz shu qog'ozga cho'nglikda mushta bostirib chiqarsangiz bo'ladi. Mana o'xshamgan loyihalar. Mana her vaqt meni qaysi tashviqot materiallarimni yoqtirgan bo'lsangiz, shuni suzuk nusxasini sizga avatib beraman. Namoyishimizga aktiv qatnashaylik. Herkes namoyish qilsak, namoyishni qo'lda nima ish qiladi, namoyishga nima ish qiladi degandek o'zimizningki qilayotgan ishimizga umidsizlikdan qaramaylik. Namoyish vatanda Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligini emrayotgan xalqimizniki ovozi. Namoyish bizning chet ellar diasporada hayot ekanligimizniki Xitoy tajovuzchilariga qarshi qilayotgan bir qatorliq amaliy harakatimiz. Bizning mushqilayotgan amaliy harakatimiz dunyodagi siyosatlarni, Xitoy qarshi kuchlarniki, shundaqlar Uyg'ur lobbichilarniki qilayotgan ishlarga bir tutur qilib qolsa ajab emas. Shunga biz o'zimizniki mavjudligimizni Xitoy tajovuzchilariga qarshi amaliy harakatimiz eng oddiy namoyish orqali
özümüzün mövcudluğunu his qildira olamiz, xalqimizning ovozini dunyoga anglata olamiz. Namoyishning kuchiga sal qaramang, imkoniyatınız yor berganda namoyishga aktiv qatnashing, vatan millat oldidagi mas'uliyatimizni, majburiyatingizni ado qilish uchun namoyish qatiling.